qiyin zamon. Lekin nima qilamiz? Shu davrga to'g'ri keldi hayotimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ya'ti alan-nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal-qabidi ala jamr." Rasululloh aytadilar: insonlar ustiga shunday zamonlar keladiki, ularning orasidagi o'z dinida sobir bo'lgan kishining misoli xuddi cho'g'ni ushlab turgan odamga o'xshaydi. Shunday zamonlar keladi, kelajakda musulmon odam sunnatga amal qilsa, dinini mahkam yashayman desa, dinini mahkam ushlagan holda odam cho'g' ushlab turgan odamga o'xshaydi. Siz diningizda turib, miyasi aynigan odam bo'lib qolasiz. Miyasi ayniganlar esa sog'lom aql egalari bo'lib qoladi. Insonlarning boshiga shunday zamonlar keladi, dinini mahkam ushlagan kishi xuddi cho'g'ni ushlab turgan kishidek bo'lib qoladi.